Qizlar hamma kelgan klientlarim bilan dugona bo'lib olaman. Mana bittasimi? Mana bittasi bular. Xorazmdan klientim, sochlari juda ham chiroyli chiqdi. O'zingizga yoqdimi? Qalay? Juda ham yoqdi, ishonavering. Men sochlarni bunaqa uzun deb o'ylamadim o'zim to'g'risi. O'stirib berdim-da. O'stirib berganimga endi pulni tashlab ketasiz. O to'g'risi yoqadimi, yoqmaydimi? Chunki hamma joyga borsam ham ishini ko'rib, sostavlarini ko'rib, yoqadimikan, yoqmaydimikan deb keldim. Endi xudo xolisa Yangi yildan keyin, yangi yildan oldimiz. Yangi yildan keyin opalarimni ham olib kelishga endi xudo xolisa hammasini olib kelaman. Chunki menda opalar ko'p. 5 tami 6 ta gaplashdilar. 4 ta. Men bilan 5 ta. Bo'ldi, keling xudo xolisa sizni kutamiz. Hop. Sog' bo'ling. Mana qizlar, bugungi klientimiz ochartirilgan soch. Ochartirilgan sochda uch etapli texnikada zo'r sostavlarda ishlaymiz. Poslisini qo'yib beramiz. Sochlar lekin juda ham jingali, juda ham quruq soch. Mana buni qaranglar. Shu zo'r ekan lekin sochlari. Poslisini kutinglar-da. Nima deydi? Shunaqa deydi. Lekin vaqti yoqmayapti to'g'risi o'zimga haqiqatdan. Nimasi yoqmayapti? Mana shunaqa turgani yoqmayapti. Quruqligi keyin men betlarim mana bunaqa bo'lib yotgani yoqmayapti. Uchlari ozgina ko'proq kuyib qolgan. Sal ozgina kuyganroq. Biz proteinlar bilan o'zini sostavlari bilan ishlaymiz. Ochartirilgan sochlarning sostavi bilan sochingiz chiroyli chiqadi. Poslisini qo'yamiz. Sal boshingizni olding. Qizlar, mana ochartirilgan sochimizni qaranglar, qanaqangi chiroyli chiqdi. Shunaqa mayin bo'ldi. Yumshoq, mayin, silliq. Bularni sochlarni 3 etapli texnikada lazerni kristallizatsiya bilan nanokvertizatsiya birga ishlab berdik. Sochlari juda ham chiroyli chiqdi. Yumshoq, mayin, yaltiragan soch bo'ldi. Kelarkanlarmi xochingiz?